Yulduzlarda nima gaplar? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Shou-biznes olamidagi yangiliklarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Yaqindagina turmushga chiqqan, Xorazmga kelin bo'lgan Feruza Normatova haqida qisqacha xabarlar. Iltimos, men va erimga nisbatan orqadan ish qilib, oldindan butun xalqqa o'zinglarni zo'r mehribon qilib ko'rsatmanglar. Agar bu ishlar yaxshilikcha chiroyli tugamasa, nimalar bo'lganini xalqqa ochiq-oydin aytib beraman. Qilar ishni qilib, endi o'yindan chiqishga harakat qilganlarni ham yuzini ochaman. Menda juda ko'p katta auditoriya bor. Xalq hammasini ko'rib turibdi. Уже sabr kosam to'ldi. Qonun xodimlaridan tortib san'atkoriyu boshqasigacha, o'tmishdan tortib kelajagigacha ochiq intervyu beraman. Ogohlantirdim, deya Feruza Normatova o'z muxlislariga shunday qoldirgan va hozirgi kunda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan Feruza Normatovaga chiroyli sabr tilaymiz va ijodda davom etishlarini tilab qolamiz. Tezkor va so'nggi shou-biznes yangiliklarni, yulduzlar olamidagi so'nggi xabarlarni kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Barchaga tinchlik tilaymiz.